Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu videoni qilishga sabab juda ham ko'p. Chunki hamma emas, ayrim bir insonlar tomonidan mana ko'rib turganlaring bo'yin tomiri, miyani boquvchi tomir. Bu mana o'lchagani 1.5, bu o'sha qalinligi. Bu dunyo standarti, Yevropa, Amerika hamma bu standart bilan ishlaydi. Ya'ni tomirda qarish jarayoni, qon bosimi ham, sahrda ham, davleniya, insult, infarkt hamma yoqda baholab beruvchi prediktor mana shu intermedia deb shuni o'lchaydigan narsa. Bu yog' sizlar tilagan bo'yicha trom deysizlar, tomir nagar deysizlar. Mana shu 1.5 ga hech kim e'tibor bermaydi. Hech narsa emas deyshadi. Butun dunyo aytayaptiki, 0.9 norma. 1 bo'ldimi, dorini ber deydi. Bizda nima qilinadi? 1.5 narsa qilmaydi. Chunki men o'zim gaplashib bosmon olganim yo'q, gaplashib, nima dori ichmaysiz desam, shunaqa deyshadi. Dori ichmasin qarang, 1.5 hech narsa qilmaydi, yuravering. Bu qayerdan kelib qoldi bo'lmasam? Bu уже 1.88, mana ko'ryapsizlar, 1.88. Bu ham qachondir 1.5 bo'lgan. Haligi 1.5 qachondir 0 bo'lgan. Tushunyapsizmi? Mana bunaqa 0 bo'lgan mana. Qachondir. Bu mana 1.88 bo'ldi. Xo'p, endi bunga ham e'tibor qilmasangiz nima bo'ladi? Mana bugun ko'rgan, o'zimiz boshimizdan o'tkazgan narsamiz, hozir qo'yamiz buni. Qarang, mana nimalar chiqdi. Mana o'sha bo'yin tomirlari mana. Ko'rdingizmi? Biz ko'rgan tomirlar mana. Mana qanchaga darajada yopilib ketgan. Osmondan olib gapirganimiz yo'q, mana biz isbot bilan gapiryapmiz, qarang. 90%, ko'rdingizmi? Tomir 90% ga mana ichki o'sha yuqori arteriya miyaga borayotgan tomir 90% ga yopilib qolgan. Mana 53% ga yopilib qolgan. Mana qon oqimi yo'q yana bitta tomirda. Mana endi yurakda qanday ahvol? Stvol mana asosiy yurakda boquvchi tomir 65%. Mana передний межелудочный вет deyapti 60%. Lekin dashi yo'q mana. Mana yana 20%. Bu qanchashyapti? Bunda qanday katta bir operatsiya bo'lishi kerak. Bunchalar mana buncha yog'lar 60-70 bo'lib ketgan. O'sha qachondir bular mana shunaqa mana 20%, 5%, 10% bo'lgan. Buni vaqtida topildimi? Bunga dori qilish kerak azizlar. Dorini boshlash kerak. Hech narsa qilmaysiz bo'lmaydi, yuraverasiz deydi. Shu bilan bemor aytib, "Xo'p, hech bo'lmasa 6 oyda yo 1 yilda tekshirib turing, o'syaptimi yo'qmi bilib turish kerak. Dori ichish kerak. Dori ichmasangiz o'sha ko'rgan narsangiz bo'laveradi. Insult, infarkt va nimaga kasallik ko'payib ketaveradi." Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosib qo'ying.